barcha sir sanoati bilan ko'chadagi slayonli xamirlarni bir chetga chiqarib qo'yadigan eng zo'r konvertli Napoleon xamiri. Kalyahning sifatli saryog'ini pergament ichida shakl berib muzxonaga jo'natamiz. Unga tuz, suvga limonni solib xamir qoramiz. Suv tilingiz kuyadigan darajada yaxdek bo'lsin. Tingan xamirni yoyib, ichiga sariyog'ni joylashtiring. Yoyib, saryog' bormagan chetlarini kesib tashlab, xuddi videodagidek taxlang. Bu ishni har yarim soatda 3 marotaba takrorlang. Videoni eng qaymoqli joyiga yetib keldik. Sut, tuxum, sarig'i, shakar, kraxmalni yaxshilab aralashtirib bitta qaynatib o'chiring. Sifatli mahsulotlar ta'mni juda boyitadi. Shu sababdan Kalyahning 33% qaymog'idan foydalandim. Magazin qaymoqlar suyulib ketayotgan bir paytda Kalyahning qaymog'i bilan siz san'at asarlari kashf qilasiz. Kremni muzlatgichga, xamirni pechga jo'natamiz. Men xamirni 2 ga bo'lib pishirdim. Siz oddiy Napoleon uchun xamirni 9 bo'lakka bo'lib pishirish imkoniga egasiz. Baxtning bir musiqasi.